Topgan o'yin xo'jayinga yoqsa bo'ldi. Mana o'zlari ham keldi. Xo'jayin. Uy. Qarang, Mirzo o'g'lini titib siz uchun zo'r uy topib qo'ydim men. Yaxshi uy topganga o'xshayosan. Qarang, boshqa fasadlarni qarang. Keling. Qarang tezroq. Basseyn, sauna, hamma sharoitlari bilan topib qo'ydim. Mahallasi qayerda joylashgan? Mirzo Ulug'bek berayini Amir Temurdamiz xo'jayin. Mirzo Ulug'bekda bitta sizda bo'ladi shunday qo'y. To'g'rini qarang, kirganingizda katta ko'zi uslubida fontalla qilingan. Chep, Bitta yoq ko'rsating zo'r. Xo'p bo'ladi. Mana qarang. Mana bolalaringiz cho'milish uchun basseynda isiydi. Yozda tapchan qo'yib, hojoni bilan choy ichib o'tirasiz. Yaxshi uy ekan. Uy 4 etaj. 4 etaj. Ming kvadrat tepasida futbol o'ynaysiz bo'ladi, chep. Basseyni bor ekan, saunasi ham bor. Basseyni bor. Mana bu yerda sauna qilingan, zeleniy zonani ko'ryapsizmi? Olib rayhon atroflarni ekib, uydagilar bilan o'tirishga nima etsa? Narxi necha pul deyishyapti buni? Narxini endi sizni otingizda aytdim, kelishtirib taniymiz okani deb kelishtirib beramiz deyishdi. Bo'ldi, chaqiring egasini gaplashaylik. Bo'ldi, xudo xolisa. Agar sizlarga ham bu uyimiz yoqqan bo'lsa, inshaalloh niyat qilib bitta like bosib qo'ying. Eng kamida hammamizga mana shunaqa uylarda yashashlik nasibi ro'za aylasin.